bir ijobiy natijaga erishish uchun xalaqit beradigan bizni katta baryerlarimiz bor. Sizda ham, menda ham bor. Tan olish kerak. Bu asossiz qo'rquvlar. Agar bu mavzu qiziq bo'lsa, videoni o'tkazib yubormang, oxirigacha ko'ramiz. Asossiz qo'rquvlarga o'zimizni sohadan operatsiya jarayoniga bo'lgan salbiy munosabatlar, ayniqsa oxirgi paytlardagi ijtimoiy tarmoqlardagi jarrohlarga operatsiyaga bo'lgan munosabatlar. Lekin operatsiya jarayonidagi hayot uchun bo'lishi mumkin bo'lgan xatar siz, men avtomobil boshqarib ketayotgan xatardan ancha kam. Shuning uchun oldingizdagi topshiriq savollarni salomat bo'lish uchun samimiy yechishga harakat qiling.